2026 Chevrolet Zafira Life modeli oilaviy sayohatlar va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan zamonaviy va qulay avtomobil sifatida e'tiborni tortmoqda. Ushbu video orqali siz yangi avlod Zafira Life qanday imkoniyatlarga ega ekanini, uning dizayni va texnologik yangiliklari bilan qanday taassurot qoldirishini batafsil bilib olasiz. Model tashqi ko'rinishida soddalik va zamonaviylik uyg'unlashib, yo'lda ishonchli va jozibali obraz yaratadi. Yangi Zafira Life saloniga kirganingizda kenglik va qulaylik darhol seziladi. Avtomobil bir nechta yo'lovchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, o'rindiqlar ergonomik joylashuvi bilan uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Ichki bezakda sifatli materiallar qo'llanilgan, multimedia tizimi esa katta sensorli ekran, smartfonlar bilan tez ulanish va intuitiv boshqaruv imkoniyatlarini taklif qiladi. Har bir yo'lovchi uchun qulay muhit yaratish asosiy maqsad qilib olingan. Texnik ko'rsatkichlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Zafira Life samaradorlik va tejamkorlikka katta e'tibor qaratadi. Zamonaviy dvigatel variantlari yoqilg'i sarfini kamaytirgan holda yetarli quvvat ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, har xil haydovchi didiga mos keladi. Yurish qismi yumshoq sozlangan, bu esa shahar va uzoq masofalarda barqarorlikni oshiradi. Xavfsizlik masalasi ham ushbu modelda yuqori darajada ishlab chiqilgan. Faol va passiv xavfsizlik tizimlari, jumladan adaptiv kruz nazorati, favqulodda tormozlash, yo'l chiziqlarini kuzatish va kor nuqtalarini aniqlash funksiyalari haydovchiga katta yordam beradi. Bu texnologiyalar nafaqat qulaylik, balki yo'lovchilar hayoti uchun ishonchli himoya yaratadi. Amaliy jihatdan Zafira Life yukxona hajmi bilan ham ajralib turadi. O'rindiqlarni buklash orqali katta hajmdagi yuklarni joylashtirish mumkin. Bu esa oilaviy sayohatlar va biznes ehtiyojlar uchun juda qulay. Konditsioner tizimi, ko'p zonali iqlim nazorati va qo'shimcha qulayliklar avtomobilni yanada joz